Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilar. Siz bilan birgalikda biz mana shu misolimizni oson va qulay usulda yechish yo'llarini o'rganib chiqamiz. Xo'sh, 2016 ko'paytirilgan 2020 plus 4. Xo'sh, 2016 ni 2020 ga ko'paytirib 4 ni qo'shish juda ham ko'p vaqt talab qiladi bizda. Shuning uchun biz uni oson va qulay usulda ishlaymiz. Insoslar, xo'sh, 2016 2020 ni xo'sh, 2016 plus 4 deymiz. Plusdan 4. Asosda 2016 ning kvadrat qavsini olib chiqamiz. Plusdan 4 ko'paytirilgan 2016 plusdan 4 deymiz. Davom etamiz. Asosda 2016 ning kvadrat plus 4 ni 2 ko'paytirilgan 2016 ko'paytirilgan 2. Bizda mana bu ikkala ifodamiz. Demak 4 ni qaytarib beramiz. Plusdan 2 ning kvadrat deymiz. Qavs ishdagi ifoda qisqa ko'paytirish formulasi a plus b ning kvadrati, ya'ni asosda 2016 plus 2 ning kvadratini beradi. Xo'sh, asosda 2016 plus 2 2018 ning kvadrati bo'ladi. Xo'sh, kvadrat bilan ildiz ketib 2018 qolar ekan. Xo'sh, mana shunaqangi misollarni oson ishlash yo'lini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'shilishni unutmang.